mahsulotlardan? Birinchi nimamiz chesnok. Chesnok bu sarimsoq yog'i kanserogen ta'sir qiladi, rak oldi kasalliklarning oldini olish uchun. Mana miomatostuginingiz bormi? Qayerda bo'lishidan qat'iy nazar. Birinchi navbatda chesnok hayot kutini spirulina. Agar sizda yomon sifatli, yaxshi sifatli bo'lib, yana yugurib nima qilamiz-ku, endi avval tanishtirmayman, men aslida 35 yildan beri akusher-ginekolog ishlayman. 15 yildan beri o'zist vrach, akusher-ginekolog ham o'zist bo'lganim uchun bu tugunlarni hammasini ko'raman-da. Keyin unda ham o'shanda ham ko'rganimda-chi, men ham xoyanga kirib kelganimcha, zet apparati bilan ishlamaganimcha, mana shularni qanaqa qilib davolashni bilmaganman. Faqat operatsiya bilan shug'ullanganman, o'zim qilganman o'sha operatsiyalarni. O'sha kesta mioma hammasini qilib chiqaman. Qachonki mana shu zendani qo'limga oldim, 3 yil turdi, 4-yildan boshlab shug'ullana boshladim. Shu ayollarni hayotga qaytarish uchun. Agar mana shu organizm, tanangizda mana shu ayollikni his qildiruvchi bachadon bo'lmasa, sizda ancha narsalar o'zgaradi. Sizda ertachi klimaks boshlanadi, sizda ertachi qarish, jahlingiz chiqishi, hammasi boshlanadi. Shuning uchun mana shuni avaylash maqsadida bizning qo'limizda mo'jizaviy zenda apparatimiz bor. Zenda apparati bilan uzoqqa bormaysiz. Uzoqqa borasiz, mana davolashingiz uzoqqa bormaydi, tez davo qilib olasiz. Tez davo qilasiz. Bachadonni oldirib tashlamaysiz, bachadon siz bilan qoladi. Tasavvur qiling, o'zi mana tanamiz ko'rdilaringiz, tanamizda o'zi bachadon. Tanamizda o'zi bachadon. Mana qinimiz, mana tanasi, mana dunosi, tubi ikkita shoqildilari bilan mana barmoqchalarimizda mana ushlab turibmiz tuxumdonlar. Allohim shunday mo'jizaviy qilib yaratganda, bu mo'jizaviy narsani olib tashlashimizga Allohning o'zi ham yo'l qo'ymaydi, shuning uchun yo'llarni bizga ko'rsatib bergan. Mana shu yo'llardan foydalansak juda yaxshi bo'ladi. Mana o'zimizning biologik aktiv qo'shimchalarimiz hamda zenda apparatimiz yonimizda turganda boshqa joyga borishga ne hojat degan ekan. Menimcha bachadon miomasiga nimalar qo'llanishini bilib oldilaringiz, miomatostuginlar qayerda joylashishini, ular nima vazifa bajarishini bizga foydalimi, zararlimi ekanligini bildilaringiz. Agar bilmagan bo'lsangiz, bu haqda ham savol bersalaringiz javob beraman. Mana ikkinchi nimamiz ikkilamchi bepushtlik edi. Ikkilamchi bepushtlikda biza ginekolog sifatida o'sha bachadon turbalarini ochiqmasligini bilish uchun ayollarni qiynab gidrotubatsiya qilamizda. Через rentgen orqali o'sha jidkisni jo'natib, bachadon qorin bo'shlig'iga jo'natganimizda shunday ayolda kuchli nima bo'ladi? Og'riq bo'ladi. Juda kuchli og'riq bo'ladi. O'tib ketadi, noshqa dimidiral hamma og'riq qoldiruvchilar bilan o'sha og'riqni pasaytirib olamiz. Lekin bizda mo'jizaviy yana bitta biologik aktiv qo'shimchamiz bor. O'sha nimani og'riqlarsiz nima bilan 15 minut davomida aniqlab qo'yadigan juda zo'r faol biologik aktiv qo'shimchamiz bor. Bu mahsulotimiz sarimsoq yog'i. Sarimsoq yog'ini ayollar qiniga tiqib qo'yaman. 15 minutdan keyin burunlaridan sarimsoq yog'ini hidi keladi. Birinchi qaysidan keldi, ikkinchi qaysidan keldi. Kimlardir o'ng tomondan kelsa, o'ng tomonda turbalar ochiq. Agar chap tomondan kelmasa, chap tomonda yopiq turbalar. O'sha chap tomon bilan shug'ullanamiz. 15 minut davomida 2 soatgacha kutaman. Agar o'sha hid kelmasa, demak bular yopiq. Og'riqsiz, mana hech qanaqasiz gidrotubatsiyaga 360 ming sarflamasdan bittagina chesnok kapsulasida, bir dona chesnok kapsulamiz necha pulda? 2300 mi? 3000 da 360 qayerda, yana kimga borib ochirga turib og'riq bilan yana qo'shimcha qo'llar olasizda, bu ham og'riq bo'ladi, narsa bo'ladi, og'riqni qoldiruvchi narsalar olasiz. Mana oddiygina chesnok bilan biza bachadon trubasini vrach bo'lmasdan aniqlaymiz. Siz zenda mutaxassissiz. Siz mutaxassis sifatida mendan ham zo'r aniqlaysiz. Men bu ma'lumotni olish uchun mana oliy ma'lumotli akusher-ginekolog bo'lish uchun ancha vaqtimni sarflaganman. Sizlar
mo'jizaviy apparat yana nima qilib bersin? Yana mo'jizaviy biologik aktiv qo'shimchalar sizlarga nimani yaratib bersin? Mana sizlar vrachsizlar, oilaviy shifokor hisoblanasizlar. O'sha biologik aktiv qo'shimchalarimiz bilan birgalikda zinda apparatini yuritganingizda mendan ham bilimi ko'p inson hisoblanasizlar. Mana ikkilamchi bepishlikda mana nimani bepishlikni aniqlab oladigan bitta sir asrorni bilib oldik. To'g'rimi? Ana endi ikkilamchi bepishlikda nima bilan davolaymiz deyishimiz mumkin. Bizlar vrach sifatida mana shu qo'yanga kirib kelguncha aloyini ampulasini ukol qilardikda ayollarning dummasini qotirib qo'yardik. To'g'rimi yo'qmi? Yog'li preparat issiq qilardik, baribir isimaydi, tiqardik, qotib qolardi. U qotgan narsani yana yumshatishimiz kerakmi? Absisgacha borardikda, yiringlar. To'g'rimi? Bizda nima bor? Biologik aktiv qo'shimchamiz aloe mahsuloti bor. Aloe mahsulotini agar sizda aniqlansa o'sha kasallik, yallig'lanish, ikkitadan 3 nafar iste'mol qiling, mana so'riltirib beradi sizga. O'sha truba yo'llaridagi nimani ochib beradi. Bizlar jo'natgan boyagi chesnog'imiz bor-ku, natija olganman, o'sha chesnog'ni qinga qo'yganimizda ham o'sha joydagi har xil proseslar, oksidativ proseslarning hammasi so'rilib, o'sha truba yo'llari chesnog'ni nima qinga qo'yganimizda ham ochilgan. Mana o'zimning natijalar. Chesnog'ni men ularni keyin bir martagina gidrotubatsiya qilib olamiz, keyin o'sha gidrotubatsiya qilish uchun ayolni yana 10 ta muolajaga taklif qilardim-da ginekolog sifatida. Gidrokortizon, gidrokortizon, natriy xlor, yana antibiotik qo'shardim-da 10 grammni 10 kunlab o'sha trubadan jo'natib 10 kun ayolni qichqirtiradi. Ochib olish uchun. Bizda mo'jizaviy mana chesnoqni 10 kun qo'ysam, o'sha yerdagi shilliqdagi nima, trubadagi shilliq chiqayotgan proseslar yiringli proses bo'lishi mumkin, har xil sirroz, subsirroz, shirqlar bo'lishi mumkin, o'shalar qindan ajralib chiqib ketadi. Mana aloe preparatimizni dummasini qotirib, unda absis hosil qilmaymiz, kapsula sifatida beramiz. Plasenta qo'shib beramiz. Bu nima? Plasentani mana yaqinda yana bir hozir hamkorimiz nima qiladi? Yana juda chiroyli nimasi berdi. Plasenta yoshartiruvchi, bizdagi gormonal fonni to'g'rilab beruvchi xususiyatga ega. Bizlar nima qilaylik? Progesteron, vitamin E, bularni ham qo'llardik. Ular ham yog'li preparatlar. Dumbada ular ham qotib qoladi. Ayol bechora yana qiynaladi. Vitamin E, o'sha ayolning estrogen gormonlari progesteronimiz tarkibida bor. Progesteronni ikkitadan 2 mahal 1 oydan 3 oygacha iste'mol qilsangiz, mana sizni bepish kasallik tuzaldi. Ona bo'lish sharafiga muvaffaq bo'ladigan ayol bo'ldi. Yana 3-chi preparatimiz propolis hisoblanadi. Propolis qinga tampon sifatida qo'ysa ham bo'ladi. Bu ham trubalarni juda chiroyli ochib beradi. Boyaga aytganimdek kislorod ta'minotini yaxshilab beradi. Tabiiy antibiotik hisoblanadi. Immunitet oshirib beradi. Mana ikkilamchi bepishlikda truba yo'llarini ochib beruvchi mana 3 ta preparatimiz. Endi tuxumdonlardagi kistalarga kelsak. Kistalar boyaga o'tganimdek ichak prosesining buzilishi natijasida keladigan o'sha gazlar hisobidan trubadan bordi, trubadan o'tib oldida, endi hech kuchi yetmayapti, tuxumdonga hujum qildi, yallig'lanish. U yerda kista, kistoma, har xil narsani olib keladi. Kuchi yetmadi-ku, bachadan o'tib oldi, trubadan o'tib oldi. Borda endi tuxumdonni ham yallig'lab ko'rish kerak-da. O'sha tuxumdonimizda mana kistachalar o'zi aslida bu kistachalar follikulyar kistachalar. Bular har bir ayolda sikl almashganda, siklning 16-kuni paydo bo'ladigan mana dominanta follikulyar kistamiz. Ko'pincha o'zistlarimiz mana shu kistani ham menimcha ginekolog bo'lmagan o'zistlar kista deyishadi. Aslida bu dominanta follikula urug' hujayralarni rivojlantirib beruvchi kista hisoblanadi.